Maharatul kitaba. Endi bu yerda yozishlik mahorati, ya'ni o'zimizdan insho yoza olishlik mahoratini o'rgatadigan bo'lim. Avvalan do' at-tarakib al-atiya fi jumalin mufida. Tarakib iboralar. Quyidagi iboralarni ifodali jumlalarga qo'ygin deyapti. Ifodali jumlalar degani to'liq jumla degani. Qachonki biz ifodali jumla desak, kitobda ifodali jumla, al-jumal mufida degan to'liq jumla, ya'ni gap, yakunlangan gap degani. Masalan, min xilali. Ketdik. Min xilalini ishlatamiz. Masalan, aytamizki, men onam bilan telefon orqali gaplashaman. Ana أتكلم مع أمي بالهاتف. من خلال هاتف. من خلال هاتف. yoki internet orqali men foydali ma'lumotlarni qidiraman. Ana أبحث المعلومات عن المعلومات مفيدة. المعلومات المفيدة من خلال إنترنت. غير مناسب. مثلا درس vaqti o'yin uchun munosib emas. الوقت الدرس غير مناسب للعب. vaqt dars. Endi vaqt dars idofa-ku, o'sha uchun vaqtga al qo'ymaysiz. Xo'pmi? Vaqt dars غير مناسب للعب. لا أتحمل. Masalan, meni so'kishingni ko'tara olmayman, sabr qilmayman bu narsaga. لا أتحمل أن تشتمني. لا أتحمل أن تشتمني. نعم تشتمني. أن تشتمني. تشتمني desa ham bo'ladi. Tashtimani yoki an tasubbani desa ham bo'ladi. Shatama yashtimu yoki shatama yashtumu. So'kishlik. Mashg'ulun bi nima desak bo'ladi? Masalan, أنا مشغول بقراءة الكتاب. بقراءة الكتاب. أنا مشغول بقراءة الكتاب. يزعجني الصوت المرتفع يزعجني. بارك الله فيك. الصوت المرتفع يزعجني. ثانيا نقرأ. اقرأ يا أبا بكر. عبر عن كل صورة بجملتين وكون موضوعا باستخدام أدوات الربط. Endi bu yerda aytayaptiki, abbir degani abbaro yu'abbiru ta'bir, ya'ni ta'bir qil. Ta'bir qilishlik og'zaki bo'lishi mumkin yoki yozma bo'lishligi mumkin. Bir narsani bayon qilish. Ya'ni bir narsani bayon qilish, ta'bir qilish. Bu yerda endi kitaba bo'lganligi uchun yozma bayon qilasizda. Qarang, an bilan aytayapti. Har bir suratni ikkita jumla bilan ta'bir qil deyapti va adovat robotlarni ishlatib mavzu shakllantir. Kavvana yukavvinu shakllantir, tuzgin degani. Mavzu tuzgin. Ya'ni ana bu rasmlarga qaraymiz, har biriga ikkitadan gap aytib va bir-birini bog'lovchi adovatlar bilan birgalikda bog'lab, go'yoki hammasini bitta mavzuga aylantiramiz. Suratlarni ostidagi gaplarni bir-biriga bog'lab. Qanday bog'laymiz? Masalan, keyin degan so'z bilan bog'lasa bo'ladi. Chunki degan so'z bilan bog'lasa bo'ladi. Adovat robot ikkita jumlani o'rtasini bog'laydigan adovatlar. Masalan, lakinna, thumma, ba'da zalika, fa, wow, bog'lovchilar. Bog'lovchilar ko'p. Xo'p, masalan, birinchisini nima desak bo'ladi? الرجل يلعب بكرة اللعب وهو shunda nima edi? Hozir birinchi suratga masalan al-avlad yoki ar-rijal yal'abuna kuratal qadam. Va dedingiz, demak va nima bu? Adovat robtu. Va ahaduhum naqsindi. انكسرت رجله. رجل oyoq deganda. Endi bu yerda inkasarat deymiz. Inkasara yankasiru sinmoq. Kasara yaksiru sindirmoq. Inkasarat
Nimaga ta qo'shdik? Chunki rijl muannas. Muannaslar majoziy muannas deyiladi bu. Inson tana a'zosining juft tana a'zolari muannas hisoblanadi. Masalan, ayn muannas hisoblanadi. Masalan, aytiladiki, aynun jamilah deyiladi. Masalan, uzoq qulog'i uzun demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Uzunun tavila. Tavila tamarbuta bilan aytamiz uni, tavila deb sifatini. Chunki juft tana a'zolari majoziy muannas hisoblanadi. O'sha uchun inkasarot rijlu ahadihim desak bo'ladi. To'yib. Va sadiquhu madha yaf'alu? Yordam beryapti. Va sadiquhu yusa'iduhu. Va sadiquhu yusa'iduhu. نعم وننظر إلى السورة الثالثة والأطباء جاءوا وحملوه حمل يحمل ko'tarish ila bilan kelsa agar olib ketish degan ma'noda keladi. حملوه إلى المستشفى. والأطباء جاءوا فورا tezda kelishdi va hamaluhu ila al-mustashfa. Endi ba'zilarga bitta gap, ba'zilarga ikkita gap qilyapmiz. طيب وفي السورة الرابعة أظن هذا المريض هذا هو الذي انكسرت رجله. نعم هو ينام وجاء لزيارته من؟ صديقه. نعم ربما صديقه ربما ماذا؟ ربما بلكي نعم ربما صديقه جاء بأي شيء؟ بزهرة. نعم جاء يزوره وهو لا يريد u istamaydi uni ozor berishlikni dengchi, qarayapti, qo'ylayapti, dam olyapti, keyin qaytib ketadi. وهو لا يريد أن ozor bermoq أن يزعجه. نعم أحسنت. وهو لا يريد أن يزعجه uni ozor berishlikni istamaydi. نعم طيب أحسنت ممتاز. ثالثا اكتب رسالة إلى صديقي لك تخبره فيها بالآتي. نعم اكتب رسالة إلى صديق لك. o'zingni do'stingga xat yozgin. Nima qilasan o'sha xatda? muddati tukhbiruhu fiha. O'sha xatda sen xabar berasan bil ati quyidagilarni. Demak, mana shu quyidagilarni berganda, u rejada bergan, o'shalarni xatda yozishimiz kerak ekan. Birinchisidan muddati sadaqatikum. Yaxshi, nimaga muddati bo'lyapti? Kasra bu yerda. Muddati sadaqatikum. Bir qanaqa do'stlikning vaqti. Ya'ni bu yerda aytdik-ku, tukhbiruhu fiha bil ati dedi-ku. Bi harfi jar. O'zidan keyin kelgan so'zni oxirini kasra qiladi. Bi harfi jar deyiladi. Harfi jarlar nima? Bi, fi, masalan, ba, fi, ila, an, ala, yoki lam bor. Li keladi ismni oldi. Ana o'shalar, mana o'shalar so'z boshiga keladi va o'zidan keyin kelgan so'zni oxirini kasra qiladi. Hozir mana bu yerda savol so'raganda salisandagi shartda tukhbiruhu fiha bil ati deb bi keldi, to'g'rimi? Bil ati quyidagilarni dedi. Va pastda bitta aytib ketyapti. Mana bil ati ana quyidagilar nima ekanligini bayon qilib beryapti-da. O'sha uchun bu narsa qolganlarni ham hammasi oxiri kasra bo'lib ketyapti. Chunki bil ati o'zi kasra bo'lishligi kerak edi, lekin ya kasra ko'tarmaganligi uchun kasra og'irlik qiladi yaga. O'sha uchun ko'tarmaydi. Xullas, shu uchun hammasi oxiri kasra bo'lib ketyapti-da, chunki mana bil atidagi bi ta'sir qilyapti. Tushunarli? Ketdik. Keyingisini o'qiymi? Robi'an. Yo'q. Ya'ni muddati sadaqatikum buni uyda yozasiz. Insho sifatida muddati sadaqatikum. Saadatika. Ya'ni muddati sadaqatikum do'stligingiz muddati qancha? Saadatika bi hadhihi sadaqa. Bu do'stlik bilan sizning qanchalik, ya'ni baxtli bo'lganligingizni, ya'ni saada. Bu do'stlik bilan sizni his qiladigan baxtingizni demoqchi. Ba'dil mawaqifil jamila. Ba'zi bir chiroyli vaqt. mavqif holatlarni.
ya'ni do'stligingiz paytida siz bilan o'zaro bo'lgan go'zal holatlarni. Rag'batika fi an tastamirra hadhihi sadaqa. Mana shu do'stlik bardavom bo'lishlikdagi rag'batingizni bayon qilasiz. Rag'ba fi bilan keladi, qarang. Bir narsaga rag'bat qilish ma'nosi bo'lsa agar fi bilan keladi. Chunki rag'iba yarghabu fe'li an bilan kelishi ham mumkin. O'shanda u rag'bat qilish emas, uni teskarisi bo'ladi. Balki istamaslik bo'ladi ma'nosi. O'sha uchun belgilab qo'ying fi'ni. Ana shu fi bilan kelsa agar ana arghabu fi an adrusa desam agar men dars qilishga rag'batim bor, dars qilishni istayman degani. Rag'batika fi istayman. Rag'batika sizning istagingiz. Nimaga? Fi an tastamirra hadhihi sadaqa. Rag'batika fi nima ma'nosi? Ya'ni rag'batingiz, istagingiz. Nimaga istagingiz? An tastamirra hadhihi sadaqa. Mana shu do'stlikning bardavom bo'lishlikdagi istagingiz. Mana shu narsalar borasida xabar berasiz, oxirida do'stligingiz bardavom bo'lishligi haqidagi istagingiz borasida xabar berasiz. Masalan, umumiy aytasiz. Mana qarang, boshiga boshlab beribdi. Sodiqiyal aziz, ana va anta nahnu asdiqo yoki nahnu asdiqo munzu 3 سنوات deysiz. نحن أصدقاء منذ 3 سنوات يا صديقي العزيز وأنا أحبك. أنا سعيد بهذه الصداقة. أنا أشعر بفرح عندما أكون معك مثلا. ها؟ هيك. درس كتابته بور كين. خب مثلا بعض مواقف جميلة مثلا chiroyli holatlar qaysi? Do'stingiz bilan. لا أدري. مثلا هل عندك صديق؟ ما اسمه؟ مثلا اسمه أوتابيك. اذكر بعض مواقف جميلة مع أوتابيك. لا أدري. أو شيرزاد. لا تدري؟ سبحان الله. مثلا عندي مع أصدقائي كانت مواقفنا كثيرة الجميلة. كانت المواقف الجميلة كثيرة عندما كنا صغار. مثلا كنا نلعب معا كثيرا. نعم. وكنا كثيرا ما نلعب كرة القدم وكنا نفوز. نعم. عندما كنا في فريق واحد مع أصدقائنا ونلعب مع فريق آخر. وعندما نحن كنا نفوز نحن كنا سعداء بهذا الفوز كثيرا. مثلا هل أنتم تلعبون نعم. كرة القدم؟ لا. ماذا تلعبون؟ نحن نلعب شنتكي الألعاب أخرى. نعم. الألعاب أخرى. طيب. رابعا عبر عن الصور الآتية وضع علامة صحيح أو علامة خطأ بحسب كل سلوك. طيب بويا مؤيقاسفة هذا أيضا واجب المنزلي. شو صورة نصفت ليسس ما قلبت مثلا. طيب اقرأ واكتب واحفظ. اقرأ واكتب واحفظ. Buni demak o'qiymiz. Demak yozamiz shuni o'zini chiroyli qilib yozib chiqasiz. Husni xat uchun bu va yodlaysiz bu. Innama masalul jalisi solih. Jalis degani jalasadan olingan. Siz bilan birga o'tiradigan, siz bilan birga suhbat qiladigan suhbatdosh degani. Solih suhbatdosh val jalisi su va yomon suhbatdoshning misoli ka hamilil misk va nafikhil kir. Xuddi misk ko'taruvchi, hamil ko'taruvchi ism foili hamala yahmiludan. To'g'rimi? Nafix nafakha yanfukhudan ism fa'il. Nima qiladi? Yo'q. Fuflaydi. Ya'ni kir bu o'sha nimani? Temirchini o'zini maxsus narsasi. Xullas nafikhil kir deganda o'sha temirchi haqida gap ketadi. Ya'ni temirchi temirga uradi va ba'zi puflaydigan narsalari bor. Xullas men uni tushunmayman umuman olganda, lekin nafikhil kir bu temirchi haqida. Tushunarli?
Hamilil misk esa mushkambarchi, ya'ni attor deydi bizda. Demak, yaxshi suhbatdosh va yomon suhbatdoshning misoli mushkambarchi va temirchi kabi. Mushkambarchini oldiga borsangiz agar, masalan, yaxshi hid keladi undan yoki bir yuragingiz bir quvnaydi, to'g'rimi? U hidni hidlaganingizdan keyin yoki hidlamasangiz ham o'sha hid sizga o'tirib qoladi kiyimingizga, agar do'koniga kirsangiz mushkambarchini. Yaxshi do'st ham, yaxshi suhbatdosh ham shunaqa bo'ladi. Yuragingizga ozor bermaydi-da, doimo sizga yaxshi gapiradi, ozor bermaydi, sizga chiroyli nasihatlar qiladi, yomonlikka boshlamaydi. Yomon suhbatdosh esa temirchi kabi bo'ladi. Temirchini, masalan, do'koniga kirsangiz agar, noxos uni uchquni borib sizga tegishi mumkin. Masalan, svarshikni oldiga borsangiz agar, ko'zingizni qamashtirishi mumkin, uni svarkasi. Xuddi shunday yomon suhbatdosh ham uni oldiga borsangiz va u bilan suhbatdosh bo'lsangiz, albatta uning yomonligi sizga tegadi. Ko'nglingizni xira qiladi. Uni hattoki gapirmasa ham qarashidan ham ba'zida ko'nglingiz xira bo'ladi. Chunki tabassum qilmaydi-da, uni o'rniga qovog'ini solib oladi, masalan. Endi gapirsa-ku butun ozor berib ketishi mumkin yomon suhbatdosh. Xo'p, shu bilan mana shu vahda tugadi. Endi al-vahdatu thaniyani xudo xolasa keyingi darsda ko'ramiz. Uyga sifat tushunarli, insho yozish, keyin og'zaki qilgan narsalarimizni yozma qilish.